Bir kun ichida hech qanaqa og'riqlarsiz bittadan 10 tagacha implant qo'yib beramiz. Agar oldi tishlaringiz bo'lmasa, 3-4 oylab tishsiz yurmaysiz, bir hafta ichida vaqtinchalik tishlar qo'yib, go'zal tabassumingizni va chaynash funksiyangizni tiklab berib, ishimiz sifatiga kafolat beramiz. Bo'lmasa, pulingizni 100% qaytaramiz deb sizga hech taklif berib ko'rishganmi? Agar javobingiz yo'q bo'lsa, aynan shu taklifni qabulimga keladigan bemorlarga va shu videoni ko'rayotgan sizga ham bermoqchiman. Faqat bitta shart bilan 10 daqiqa vaqtingizni ajratib, videoni oxirigacha ko'rasiz. Video davomida bizga ishongan bemorlarimizdan natijalari va ularning biz haqimizdagi fikrlari, implant va koronka narxlari bilan tanishib chiqasiz. Ma'qul kelsa, qisqa muddat ichida tabassumingizni tiklab beramiz. Sizni vaqtingizni hurmat qilgan holda aytamanki, agar barcha tishlaringiz sog'lom bo'lsa, ovqat chaynayotganda qiynalmasangiz va kulganingizda og'zingizni bekitishga majbur bo'lmasangiz, bu video siz uchun emas. Lekin siz bitta yoki bir nechta tish yetishmovchiligi sababli implant va koronkalarni ishonchli va kafolatlangan joyda qo'ydirishni bilmayotgan bo'lsangiz, unda videoni diqqat bilan oxirigacha ko'ring. Nimaga o'zimni eshitishingiz kerak? O'zimni tanishtirsam. Ismim Ubaydulloh. Faoliyatim davomida 300 dan ortiq implant va 500 dan ortiq koronkalar qo'yib, 100 tadan ortiq insonga tabassumligini tiklashga yordam berib keldim. Va hozirda Toshkent shahrida joylashgan Medden stomatologiya klinikasining asoschisi va rahbariman. Videoning asosiy qismiga o'tishimdan oldin e'tiboringizni qabulimga kelgan bemorning holatiga qaratishingizni so'ramoqchiman. Ko'rayotgan rasmingizda bemorimizni og'zidagi muammolarga yechim qidirib oldimizga keldilar. Men ko'rikdan keyin 3D rentgen tekshiruv natijasida qo'yilgan ikkita implant joylashuvi noto'g'ri qo'yilganligini guvohi bo'ldim. Chunki bu implantlarning barcha qismi suyak ichida joylashishi kerak. Mana bunaqa ko'rinishda. Lekin biz ko'rib turibmizki, implantning tashqi yuzasi suyak ichida emas, tashqi ochiq holatda turibdi. Bu holat keyinchalik qanaqa salbiy oqibatga olib kelishi mumkin? Agar bu qo'yilgan implant ustiga doimiy tish qo'yadigan bo'lsam, birinchi tishni to'g'ri anatomik shaklini chiqarib bo'lmaydi. Anatomik shakli noto'g'ri chiqarilgandan keyin tish atrofiga ovqat qoldiqlari yig'iladi. Undan keyin implant atrofida yallig'lanish paydo bo'ladi va bir qancha vaqt o'tib implant tish bilan birga tushib ketadi. Bu esa sizga sog'lig'ingiz tomonidan va moddiy tomondan jabr. Shaxsan men bu implantlarning ustiga 2 barobar pul bersangiz ham tish qo'yishga rozi bo'lmayman. Xuddi shunga o'xshash yana bitta bemorimiz bizga murojaat qilib keldilar. Yana ekranga qaraymiz. Bu bemorimizda esa implantlarini yarmi suyakgacha kirgan, yarmi suyak tashqarisida qolib ketgan. Va bemorlar aytishlari bo'yicha ularning organizmlari implant qabul qilmabdi. Ularga shunaqa deb aytishibdi. To'g'ri reja asosida to'g'ri implant tanlab va implantni to'g'ri o'rnatilsa, inshaalloh suyagi birikib, implant bitib ketadi. Bu holatda ham implant ustiga tish qo'yib bo'lmaydi. Ikkala holatda ham implantni olib tashlab, to'g'ri reja asosida to'g'ri implant tanlab va to'g'ri o'rnatilish kerak. Endi o'zimning tajribamda bo'lgan bemorlarimning natijalari bilan bo'lishmoqchiman. Bu bemorimiz 56 yoshdalar va qabulimizga 20 ta tish yetishmovchiligi bilan murojaat qilib keldilar. Reja bo'yicha bu bemorimizning yuqori jag'lariga 7 ta implant qo'yish kerak edi. Men bu yerda 5 ta implant bilan vaziyatdan chiqib ketdim. Va pastki jag'lariga ham 4 ta implant qo'yildi. Shunda umumiy bir kun ichida 9 ta implant qo'yib berildi. Bu bemorimizga 3 oydan so'ng doimiy 20 ta sirkon koronkalari ham qo'yib berilgan, lekin bemor oxirgi tekshiruvga kelmayaptilar va shu sababdan sizlarga yakuniy natijani ko'rsata olmayman. Keyingi bemorimizning yoshlari uncha katta emas, 50 yoshdalar, lekin pastki jag'da to'liq hamma tishlarini yo'qotganlar. Bularni ham ko'rikdan so'ng 3D rentgen tekshiruv natijasida aniqlandiki, jag' suyaklari atrofiyalanib ketgan. Faqatgina jag'larning oldi sohasida suyak yaxshi bo'lganligi uchun Olonfo metodikasi bo'yicha Shveysariyaning neodent implantlarini qo'yib berish rejalashtirildi. Biz oldindan doimiy tishlarini qanaqa holatda bo'lishini planirovka qilib oldik va shunga moslab implantlarni jag' suyagida joylashuvini belgilab oldik. Va biz bundan shablon tayyorlab oldik va shablon bizga implantni qanaqa holatda rejalashtirgan bo'lsak, shu holatda o'rnatish imkonini beradi. Va bir kun ichida 4 ta neodent implantlari o'rnatildi. 2 haftadan so'ng vaqtinchalik koronkalar ham taqib berildi. Navbatdagi bemorimiz ancha vaqt oldin oltin tishlarini oldirib tashlab, bir qancha vaqtdan keyin ko'priksimon protez qo'ydirganlar. Va ko'priksimon protez tushib ketgan va uni tagidagi 7-tishni
chirib ketganini ko'rishimiz mumkin. Bu bemorda qanaqa davolash rejasini tuzdim. Birinchi navbatda yaroqsiz 7-tish va aql tishi olib tashlash va yo'qotilgan 7-tish va 6-tish sohasiga neodet implantlarini qo'yishni rejalashtirdim. Sababi 6-tishi olinganiga ko'p vaqt bo'lganligi sababli suyak va milk atrofiyasi juda kuchli va suyak ingichkalashib ketgan edi. O'tda ostem implantlarini qo'yishga juda ham suyak ingichkalik qilardi. Shuning uchun yo'qotilgan 6 va 7-tishlar sohasiga neodet implantlari o'rnatildi va bir vaqt o'zida yo'qotilgan milk hajmi vertikal tiklandi. Endi 2 oydan so'ng ikkinchi bosqich milk plastika jarrohlik amaliyoti o'tkaziladi. Ya'ni milkni hajmi gorizontal kengaytiriladi. Va yana 1 oydan so'ng yakuniy bosqich 3 ta sirkon koronkalar bilan chaynov funksiyasi tiklab beriladi. Shunga o'xshab ko'plab bemorlarimizdan natijalari va sharhlari bilan Telegram kanalimizda tanishib chiqishingiz mumkin. Chunki har qanday va'dadan ko'ra haqiqiy natijalar ishonchliroq. Endi bizdan ko'p so'raladigan savollarga kelsak. Implantatsiya jarayoni og'riqlimi? Yo'q, chunki sizga operatsiyadan oldin anesteziya qilinadi va siz hech qanaqa og'riq sezmaysiz. Implant organizmga tushmasligi mumkinmi? Bu haqida sal oldinroq javob berdim. Bu fikrga men qo'shilmayman. Implant oshqozon rakini keltirib chiqarishi mumkinmi? Shu savolni menga bitta bemor berdilar. Implant oshqozonga o'rnatilmaydi, jag'ga o'rnatiladi. Agar jag' rakini keltirib chiqarmaydimi degan savol berilganda ham haqiqatga yaqin bo'lardi. Bu savolga ham yo'q deb javob beraman. Shaxsan o'zimning tajribamda ham va boshqa vrachlarda ham bunaqa holat uchraganini eshitmadim. Endi implantning narxlariga kelsak. Ostem implantlari 2,5 million, Neodent 4,8 million va Straumann 8,5 million. Implant turlari, afzallik va kamchiliklari va qaysi implantni sizga mos kelishi haqida alohida video tayyorlab qo'yganmiz. Bu videoni ko'rib bo'lishingiz bilan sahifamizga o'tib, shu videoni ko'rishingiz mumkin. Koronkalarga keladigan bo'lsak, metall keramika 1,7 million, dioksid sirkoniy 2,5 milliondan 3 milliongacha. Videoni shu joygacha kelgan bo'lsangiz, aynan sizga maxsus taklifim bor. Bu taklifni boshqa joyda aytmaganman, faqatgina shu videoni oxirigacha ko'rganlar uchun aytmoqchiman. Bir kun ichida hech qanaqa og'riqlasiz donasi 2,5 million so'mlik ostem implantlarini 2 milliondan, donasi 4,8 million so'mlik Neodent implantlarini 4 milliondan va 8,5 million so'mlik Straumann implantlarini 8 milliondan qo'yib beraman. Va 3 oydan so'ng 2,5 million so'mlik doimiy sirkoniy koronkalarni faqatgina shu videoni vaqtini ajratib ko'rgan insonlar uchun 2 million 250 ming so'mdan qo'yib berib, shu bemorlarimiz kabi qisqa vaqt ichida ovqat chaynash funksiyangizni va tabassumingizni tiklab beramiz. Bonusiga haftalik va oylik ko'riklar qo'shib beriladi va bu uchun siz pul to'lamaysiz. Undan tashqari, oilangizdagi 2 nafar inson uchun klinikamizdagi 700 ming so'mlik tish professional chistka xizmatimizga 350 ming so'mlik voucher sovg'a qilishingiz mumkin bo'ladi. Videoni boshida aytganim kabi, o'z tajribamdan kelib chiqib, natijaga kafolat beraman. Bo'lmasa pulingiz qaytariladi. Bu taklifimiz 5-avgustgacha amal qiladi va undan so'ng barcha narxlar eski holatiga qaytadi. Nimaga bunaqa ko'rinishda chegirma beryapman va tibbiyotda kafolat berilmasligiga qaramasdan men kafolat beryapman. Inson tabassumi va chaynash funksiyasini tiklayman deb bir necha yillab pul yig'adi va mutaxassis deb ishongan joyga katta umid bilan boradi. Lekin oxir-oqibat kutgan natijasini ola olmasa, hamma insonga alam qilsa kerak. Bemorlarni to'g'ri tushungan holda va yengillik qilish maqsadida biroz chegirma beryapman. Shuningdek, hech qaysi bir shifokor organizmning individual xususiyatlarini hisobga olib 100% natijani va'da qila olmaydi. Lekin men bilimimga, tajribamga va o'z davolash protokolimga ishonaman. Shuning uchun bemorlarning qo'rquvi va ikkilanishini kamaytirish maqsadida shunaqa kafolat beryapman. Chunki asosiy maqsadim faqatgina sizdan pul olish emas, balki siz kutgan natijani berish. Agar taklifim sizga ma'qul kelgan bo'lsa, shu videoning opisiyaniyasida sizga havola qoldiramiz. Shu havola orqali anketani to'ldirsangiz, operatorlarimiz siz bilan bog'lanishadi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, YouTube kanalimga obuna bo'lib kuzatib boring. Meddentni ko'rishguncha. Assalomu alaykum.